Xitoy türk tili o'rganganlarni surish tiqilishga boshladi. Xitoy doiralari yaqinda Sharqi Turkiston xalqiga yurgizayotgan inson tasavvuriga sig'maydigan zulmlarni texmi oshirish uchun 30 mart o'zini ma'lum qilish uqtirishi tarqatdi. Uqtirish 38 xil mazmunni o'z ichiga olgan bo'lib, har bir kishi o'zi ilgari qilgan so'z harakatlarini tanlab, to'g'ri belgisini, qilmagan ishlar bo'lsa xato belgisini qo'yish talab qilingan. Xitoyga ko'ra jinoyat hisoblanadigan 38 xil mazmunning ko'pinchisi Xitoy oldingi yillari asabiylikning ifodalari qatorida e'lon qilgan mazmunlar bo'lib, qolganlari Xitoyning Sharqi Turkiston xalqini to'kmat ortib bostirish uchun yangi chiqargan qoidasi bo'lib hisoblandi. Yangi chiqargan o'zini ma'lum qilish mazmuni ichidagi har qanday insonning qattiq diqqatini chekadigan bo'lsa, ilgari arab tili va turk tili o'rganganlarmi o'zini ma'lum qilishi kerakligining uqtirilganligi bo'ldi. Mazkur uqtirishda ilgari turk va arab tilini o'rganganlarni surishti qilishga boshlaganligi bo'lsa, Xitoy doiralarining Sharq Turkistonda turk tili va arab tili o'rganganlarni jinoyatchi qatorida hisoblaganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Xitoyning oila elektr uskunalariga josuslik uskunasi o'rnatganligi oshkorlanib qoldi. 30 mart Rossiya televiziya xabarlarida ma'lum bo'lishicha, Xitoy Rossiyaga josuslik uskunasi o'rnatilgan oila elektr uskunalari eksport qilgan. Televiziya xabarda Rossiya taraf tamojinda Xitoydan setib olgan dazmal qatorliq oila elektr uskunalarini topshirib elish davomida mallarning ig'irligi aslidagi ig'irlik o'lchamidan eshib ketganligini bayqagan. Rossiya taraf texnikalik tekshirish orqali har bir uskunaning aslidagi ig'irlik o'lchamidan 3 gram ig'ir ekanligini, setib olingan uskunlardagi 3 gram ig'irlikdagi narsa dal josuslik uskunasi ekanligini inchikilib tekshirish orqali oila uskunalari to'qiq chetilgan hamon mazkur josuslik uskuna ishga kirishib 2 metr atrofida qo'yilgan kompyuter yanfullar ichidagi materiallarni o'g'irlab ko'chirib qarshi tarafga yo'llab berdiganligini, atrofdagi ovozlarni anglaydiganligini, mazkur oila uskunalarining qaysi o'rinda yoki nada ekanligini belgilab ko'rsatib bera oladiganligini bayqagan. Natijada Rossiya taraf bu oila uskunalarining hammani Xitoyga qaytarib bergan bo'lib, hozirgacha zodi qanchalik josuslik uskunasi o'rnatilgan oila elektr uskunalari ruslarning oilasiga kirib bo'lganligi noma'lum ekan. Beijing Washingtonni ogohlantirdi. Beijing Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Xitoy orasida savdo urushi yuz bergan taqdirda davlatning manfaatini qo'g'dash uchun adoqqichi kurash qildiganligini aytib ogohlantirdi. Turkiya Ovoz radiosining xabarida bildirilishicha, Xitoy Savdo ishlari ministrligi bayonotchisi Gao Feng Beijingda muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazib, Amerika Qo'shma Shtatlarining Xitoyga yurgizdigan 60 milliard dollarga yaqin qo'shimcha tamojni bejiga qarshi ekanliklarini bildirib, Washington doiralarini bir taraflamalikni, shunaqla savdodagi taq yo'nalishlik manfaatchilikni tashlashga chaqirdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining tik yarg'i berishdan ilgari etining tizginini tortishni umid qilamiz degan Gao, aksicha bo'lganda Beijingning o'z manfaatini qo'g'dash uchun adoqqichi kurash qildiganligini qayd qildi. U Amerika Qo'shma Shtatlarining xato metodlarining Pandoraning qutisini ochishga o'xshaydiganligini eskartib, bu tadbirlarning zanjirsimon inkaslarini paydo qilib, savdodagi taq yo'nalishlik manfaatchilik virusining dunyoga tarqalib ketishiga sabab bo'lganligini ilgari surdi. Washington doiralarining Xitoyga qarshi yo'l qo'ygan savdo tadbirlariga so'g'uq urush engi va hech kim g'alaba qila olmaydigan bir o'yin deb baho bergan Gao, ikki taraf o'zaro o'xshash shart-sharoit ostida muzokara o'tkazgan taqdirda o'zaro manfaat yetkazish va hamkorlik o'rnatish usuli bilan masalaga chora topqili bo'lganligini eskartdi. U yana bir taraflama tengishni chiqish qiladigan muzokaralarni qabul qilmaydiganliklarini so'zlariga ilova qildi. BDT G'azzadagi voqeadan keyin jiddiy yig'in chaqirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Isroiliya askarlarining G'azzada zo'ravonlik voqealari sodir qilishidan keyin jiddiy yig'in chaqirdi. Turkiya Ovoz radiosining xabarida bildirilishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Isroiliya askarlarining G'azzada falastinliklarga o'q chiqarib, 15 odamni o'ldirib, 500 dan ortiq odamni yaralantirishidan keyin jiddiy yig'in chaqirdi. BDT Xavfsizlik Kengashi Isroiliyaning G'azzadagi bu zo'ravonlik qilmishi ustida muzokara o'tkazish uchun Kuvayt hukumatining talabiga binoan yig'in chaqirdi. Yig'inda G'azzada zo'ravonlikning kuchayib ketishidan andisha qilinayotganligi alohida eskartildi. BDT bosh kotibi Antonio Guterresning bayonotchisi mundaq dedi:
G'azzada zo'ravonlik voqealariga qarata bosh kotibimiz betaraf tekshirish komiteti qurib chiqishni tavsiya qiladi. Shundaqla Falastinda tinchlik barpo qilish muzokaralarining qaytadan boshlanishi uchun kuch chiqaradiganligini bildirdi. Afsus, yig'inda fikr birligi hosil bo'lmadi. Amerika bilan Angliya vakillari Yahudiylarning Hamursuz bayrami munosabati bilan Isroiliya mas'ullarining yig'iniga qatnasha olmaganliklarini bildirishdi. Yig'inda G'azzada qatliam elib berildi degan Falastin vakili Riyad Mansur BDT Xavfsizlik kengashining qaror chiqarolmasligiga norozilik bildirdi. Mansur mundaq dedi: "İşğaliyet ostida turayotgan falastinliklar BDT'dan to'liq umidsizlandi. BDT Xavfsizlik kengashi Isroiliyaning bu qatliamini to'xtatish, ayıplash va javobgarlarni jazolash uchun darhol harakatga o'tishi lozim." Mansur yana Amerikani BDT Xavfsizlik kengashining mas'uliyatini ado qilishiga to'salg'u bo'lish bilan ayıplab mundaq dedi: "Xalqaro qonunga hurmat qilinishi lozim. BDT Xavfsizlik kengashining Falastin masalasini hal qilish uchun harakatga o'tishiga to'salg'u bo'lmasligi kerak." Buningdan sirt Arab allari ittifoqi Qatar, Kuvayt va Misrmo Isroiliyaning askarlarining falastinliklarga qilgan zo'ravonlik qilmishini ayıplab bayonot e'lon qildi. Amerikaning Xitoyda turishliq bosh elchisi Terry Branstad payshanba kuni Xitoyni ogohlantirib, Xitoyning Amerikadan purchoq import qilishni cheklashi amaliyotda Amerikadagi Xitoy fuqarolarini ko'proq ziyonga uchratadiganligini bildirdi. Reuters agentligining xabarida ko'rsatilishicha, Xitoyning Amerikadan purchoq import qilishni cheklashi Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi savdo urushining yana bir baldoq yuqori ko'tarilganligidan darak beradi. Purchoq Amerikaning Xitoyga eng ko'p eksport qiladigan yezi egilik mahsuloti. Amerika 2017-yili Xitoyga jami 12 milliard dollarlik purchoq eksport qilgan. Bosh elchi Terry Branstad payshanba kuni Amerikadagi Bloomberg televiziya kanalining ziyoratini qabul qilganda, bu mantiqliq emas. Bu Xitoy iste'molchilarini ziyonga uchirtadi degan. Branstad yana oxirida Xitoy ikki tarafning bu masalada hamkorlashishi kerakligini to'nib yetadi. Biz uzundan beri qilib kelgandek ishbirligi va hamkorlik bu masalani hal qilishning yo'li. O'ch elish buni hal qilishning oqilona usuli emas deb ta'kidladi. Ma'lum bo'lishicha, har yili dunyo bozoridagi 60% purchoqni Xitoy sotib oladi ekan. Xitoy sotib oladigan purchoqning 30%ni Amerikadan oldi ekan.